Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kino inspektor. Kino olamida juda ko'p filmlar yakuniga yetkazilmagan. Buning sabablari ko'p. Bugun shular haqida gaplashamiz. Ya'ni mantiqiy yakuniga yetkazilmagan filmlar ro'yxati. 2012-yilda suratga olingan Jon Karter filmi prokatda katta muvaffaqiyatsizlikka uchragani sababli davomiy qismi olinmadi. Film Disney studiyasiga millionlab zarar keltirdi. Bunga asosiy sabablar muvaffaqiyatsiz marketing kampaniyasi, uning nomini Mars malikasidan o'zgartirilgani, haddan tashqari katta byudjet, tomoshabinlarda janrga qiziqishning pastligi hamda aktyorlar o'yinining yetarlicha ta'sirli bo'lmagani. Jon Karter filmi katta ekranlarga chiqqach, tom ma'noda prokatda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Hatto oddiygina emas, balki juda katta shov-shuv bilan yiqildi. Bu esa yaxshi aktyorlar Taylor Kitsch, Leon Collins va Mark Strong, yomon bo'lmagan syujet, a'lo darajadagi maxsus effektlar va boshqa ko'plab ijobiy jihatlarga qaramay yuz berdi. Shunga qaramay filmda muammolar ham yetarli edi va ularning ichida ikkitasi asosiy deb atash mumkin. Birinchi muammo Disney kompaniyasi. Ularda pul va texnologiyalar ko'p, ammo ular zamonaviy mezonlarga ko'ra kamida A reytingga loyiq bo'lgan kitob asosida PG-13 reytingli film olishga harakat qilishdi. Asarda zo'ravonlik deyarli boshdan boshlanadi. Biroq kompaniya rahbarlari filmni qanday suratga olishni o'zlari yaxshiroq bilamiz deb o'ylashdi. Eng achinarlisi shundaki, Disney tarkibida aynan kattalar uchun mo'ljallangan filmlar ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan Touchstone Pictures bo'linmasi ham bor edi va u Jon Karterni to'g'riroq tarzda suratga olishi mumkin edi. Ammo baribir filmni Disneyning o'zi oldi va bu muvaffaqiyatsizlikka sabablarning yarmiga aylandi. Ikkinchi sabab esa yanada qiziqroq. Mars malikasi Ming Jetdek qizi romani 1917-yilda yozilgan. Birinchi nashr 1917-yilda. Bu kitob va uning ko'plab davomlari Robert Heinlein, Arthur Clarke kabi ko'plab fantastik yozuvchilarga katta ta'sir ko'rsatgan. Natijada undagi ko'plab g'oyalar boshqa kitoblar va filmlarda qayta-qayta ishlatilgan. Shu sababli Jon Karter filmida ko'rsatilgan deyarli hamma narsa tomoshabinga qayerdadir ko'rganman degan taassurot qoldiradi. Masalan, odamning qandaydir sirli yo'l bilan boshqa dunyoga tushib, u yerda yuqori mavqega erishib, syujeti bugungi kunda juda ko'p uchraydi. Kitob do'konidagi fantastik bo'limga kirsangiz, boshqa dunyoga tushib qolgan qahramonlar haqidagi asarlar to'la. Vaqt o'tishi bilan Mars malikasi g'oyalari boshqa asarlarda rivojlanib ketdi. Hatto Avatar filmida ham ayrim o'xshashliklarni ko'rish mumkin. Shu bois oxirgi o'nlab yillarda chiqqan ko'plab filmlar fonida Jon Karter haddan tashqari ikkilamchi bo'lib ko'rinadi. Ushbu ro'yxatdan joy olgan keyingi film Tobey Maguire'ning O'rgimchak odam 4-qismi. Butun dunyoni zabt etgan Tobey Maguire'ning O'rgimchak odam filmini ko'rmagan, bilmagan inson bo'lmasa kerak. Meni esimda ushbu filmni 2002-yilda birinchi bor ko'rganimda ushbu qahramon ko'ngil qo'yganman. Tobey Maguire'ning O'rgimchak odam filmining 3-qismi 2002-yilda chiqqan. 2010-yillarda O'rgimchak odam 4 filmi Tobey Maguire va rejissyor Sam Raimi bilan suratga olinmadi. Bunga ijodiy kelishmovchiliklar sabab bo'ldi. Raimi belgilangan muddatgacha sifatli ssenariy tayyorlashga ulgurmagan. Sony studiyasi esa fransiyani qayta boshlashni ma'qul ko'rgan. Andrew Garfield bilan albatta. Sam Raimi O'rgimchak odam 3 filmdan norozi bo'lgan va 4-qismini mukammal qilishni xohlagan, ammo ssenariyni tasdiqlay olmagan. Sony Pictures filmni 2010-yil mayigacha chiqarishni talab qilgan. Raimi esa bunga rozi bo'lmagan. Studiya eski hikoyani yakunlab, yosh aktyor bilan yangi zamonaviy versiyani boshlashga qaror qilgan. Bu esa yangi O'rgimchak odam filmiga olib kelgan. Tobey Maguire'ning O'rgimchak odamini oxirgi marta O'rgimchak odam uyiga yo'l yo'q filmida namoyish qilishdi. Kino ishqibozlari uchun kutilmagan burilish nuqtasi bo'ldi. Film $1.9 million daromad keltirgan. Bunday daromad keltirishning sababi menimcha Tobey Maguire va Andrew Garfieldning hissasi ko'p. Hozirda mashhur insiderlarning aytishicha, Doctor Doom filmida Tobey Maguire ko'rishimiz mumkin va u asosiy qahramonlardan biri bo'lishi kutilmoqda. Ro'yxatimizdagi keyingi film Buyuk devor filmi. Yevropadan kelgan yollama jangchilar guruhi, jumladan kamonchi William Garing, Matt Damon ijrosida va qilichboz Pedro Pascal ijrosida imperator Renzong hukmronligi davrida porox sirni topish maqsadida Xitoyga yo'l oladi. Voqealar imperator Chijao Chijin davrida, milodiy 10-asr boshlarida sodir bo'ladi. Garchi bu fantastika janridagi film haqiqatdan ancha yiroq bo'lsa-da, ko'plab tomoshabinlarga uning sarguzasht ruhidagi hikoyasi yoqqan. Tabiiy savol tug'iladi. The Great Wall Buyuk devor filmining davomi bo'ladimi? Afsuski, filmning kassa natijalari kino sanoatida juda salbiy oqibatlar olib kelganini ko'rsatdi va AQSh hamda Xitoy hamkorligidagi kelajakdagi loyihalarni xavf ostiga qo'ydi. Taxminan $150 million byudjet bilan suratga olingan film AQShda atiga $45 million biroz ko'proq daromad keltirdi. Garchi xarajatlar Universal Pictures, Legendary Entertainment, China Film Group va Le Vision Pictures o'rtasida bo'lingan bo'lsa-da, umumiy jahon bo'yicha yig'im $334 million tashkil etdi.
Shundan 170 millioni Xitoy hissasiga to'g'ri keladi. Bu natijalar Buyuk devor 2 uchun deyarli imkon qoldirmadi. 2018-yil mart oyida Deadline Hollywood hisob-kitobiga ko'ra film studiyaga taxminan $74,5 million zarar keltirgan. Shubhasiz, bu inqiroz Gollivud va Xitoy kino sanoatlari o'rtasidagi hamkorlik qanchalik murakkab ekanini ko'rsatdi. Bundan tashqari bosh rolda Matt Damon tanlangani whitewashing, ya'ni tarixiy obrazlarni g'arb aktyorlari bilan almashtirish haqidagi bahslarni kuchaytirdi. Bu masala bahsli bo'lsa-da, ko'rinadiki, asosiy muammo aktyorda emas, balki ishlab chiqarish jarayoni, haddan tashqari katta kutishlar va ortiqcha shishirilgan byudjetda edi. Ro'yxatimizdan joy olgan keyingi film Warcraft Blizzard Entertainment tomonidan yaratilgan World of Warcraft o'yini olamiga asoslangan film. U 2016-yil 10-iyun AQShda, 2016-yil 20-mayda esa MDH hududida namoyish etilgan. Warcraft filmi asosan AQShdagi qonun-qarshilik tushumlari va tanqidchilarning past baholari sabab davom ettirilmadi. Garchi Xitoyda muvaffaqiyat qozongan bo'lsa ham 160 million byudjet bilan film kutilgan darajada yuqori bahoda keltirmadi. Tomoshabinlarning aralash fikrlari esa studiyaning sequelga salom kiritishiga ishontirmadi. World of Warcraft o'yini MMORPG hisoblanadi. 2004-yilda ishga tushirilganidan buyon va hozirgi kungacha muxlislar tomonidan unutilmagan. Kim nima demasin, hatto 2005-yilda ham WoW'ni taxminan 5-7 million kishi o'ynaydi. Blizzard Entertainment tomonidan aniq raqamlar berilmagan, ammo muxlislar turli usullar bilan hisob-kitob qilishga harakat qilishadi. Shuning uchun ham Gollivud prodyuserlari bir kuni ushbu MMORPG syujeti asosida film yaratish g'oyasiga kelgani ajablanarli emas. Va 2016-yilda biz Duncan Jones tomonidan suratga olingan Warcraft'ni ko'rdik. Albatta, film tanqidchilar, muxlislar va oddiy tomoshabinlar uchun ideal bo'lmadi. Ammo baribir jahon prokati taxminan 439 million yig'di. Bu shunday masshtab uchun katta natija emas, lekin odamlar filmni qanday chiqqanini ko'rishga qiziqqanini ko'rsatadi. Ayniqsa Xitoy auditoriyasi asosiy daromad keltirgan. Ko'pchilik film ilk qabul qildi, ammo relizdan 9 yildan ortiq vaqt o'tdi va muxlislar sequel e'lonini kutib sabrlarini yo'qota boshlashdi. Internetda hatto muxlislar tomonidan tayyorlangan treylerlar paydo bo'ldi. Masalan, Padena Lorderona yoki Carol Lich. Albatta, ularning yangi film ishlab chiqarishiga aloqasi yo'q, ammo ularning mavjudligi yo'q odamlarga davom qismi befarq emasligini ko'rsatadi. Film voqealar Azeroth deb atalgan dunyoda sodir bo'ladi va u katta xavf ostida qoladi. Orklarning vatani Draenor halokat yoqasiga kelib qolgan va Gul'dan Square'ning sehridan foydalanib insonlar dunyosiga portal ochadi. Uning maqsadi Orda orklarining Azerothga olib kirib, yangi yerlarni egallash. Qirol Lane, Lord Latar va Magmedivh alyans tuzib, mojaroni diplomatik yo'l bilan hal qilishga harakat qiladi, ammo Gul'danning shafqatsizligi sabab buning iloji bo'lmaydi va urush boshlanadi. Lord Anduin Latar nafaqat jangchi, balki fitnalarni fosh qiluvchi shaxs sifatida ham namoyon bo'ladi. Uning sayohati orqali tomoshabinlar sehrgarlar, elflar va gnomlar yashaydigan ulkan dunyo bilan tanishadi. Mazkur film haqida o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, Warcraft filmi menga faqatgina o'yinni bilganim uchun qiziqarli bo'lgan. Men filmdan juda ko'p narsalarni kutganman, lekin ushbu film men kutganimdek zo'r chiqmadi. Bunda grafik effektlar juda sifatsiz olingan. Bunda studiyaning aybi juda katta deb o'ylayman. Bunday o'yinli filmlarni yaratishda 160 million byudjet juda kam deb hisoblayman. Shu sababli ham odamlarda filmga bo'lgan qiziqish juda past bo'lgan. Rejissor Duncan Jones Fransiyadan qanday davom etish haqida juda ko'p o'ylagan. U hatto trilogiya g'oyasini ham o'ylab topgan. Birinchi film dunyo yaratilishi, keyingi qismlar Dorotonning o'g'li Tral taqdiri, asosiy g'oya oila va qurbonlik. Uning fikricha Tral otasining orzusini amalga oshirib, orklar uchun yangi vatan yaratish kerak edi. Biroq vaqt o'tishi bilan sequel istiqbollar tushaydi. Legendary Pictures'dagi rahbariyat o'zgarishi va birinchi filmning yetarli daromad qilmaganligi sababli loyiha to'xtatildi. Jonsning aytishicha, u hozir davom qismi bo'ladimi yo'qmi bilmaydi. Chunki u bilan ishlagan ko'pchilik odamlar endi Blizzardda ishlamaydi. Shunga qaramay, u o'z g'oyasini hali ham yaxshi deb hisoblaydi va hatto serial formatda bo'lsa ham rad etmasligini aytgan. 2020-yilda insider Daniel Richtman yana bir film ishlab chiqayotganini aytgan. 2024-yilda esa John Hyde Blizzard yangi kino adaptatsiyasi g'oyasidan voz kechmaganini tasdiqlagan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozircha Warcraft haqida rasmiy e'lon yo'q, ammo qiziqish juda yuqori. Muxlislar bu dunyoga asoslangan yangi film yoki serial chiqishiga hali ham umid qilishmoqda. Mazkur filmlarning davomi chiqishini xohlaysizmi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bugungi sahnamiz tugadi, lekin kino davom etadi.